Assalomu alaykum Shahrixon Pishalagandanining kuzatuvchilari. Akalar, mana bugun 21-sentyabr haftaning yakshanba kuni. Akalar, Telegram kanalimiz a'zosi. Xo'p, akalar, Andijon shahrida shu Jamshid akam buyurtmalar tayyor bo'ldi. Akalar, Jamshid akam bizga aloqaga chiqib, Bahodir 16 ta bir xil pichoq kerak dedi. Akalar, hammasini lezvalar bular toza klapindan bo'lgan. O'tga tushib yasalgan narsalar. Akalar, haqiqiy toza klapin, gulmatlari me'yor, ruchkalar akalar tabiiy bo'g'inchoqidan bo'lgan, kallalar akalar latun. Razmerlar akalar 40 santimetrdan bo'lgan toza akalar bo'g'ishoq pichoqlarimiz. Alloh nasib qilsa akalar shu ishlardan 16 ta bir xil kerak dedi, tayyorlab yozuv tashladi akalar, yozdirib mana shu aytib o'tganda akalar shu O'zbekistonga, shu Amerikadan shu mehmonlarga ham shularni bergan akalar 16 ta bir xil tayyorladi. Bitta hanjari ham bor. Gerblar tushirib, keyin bir 22-25 Andis O'zbekistonga yozdirib, Alloh nasib qilsa akalar Andijon shahriga jo'natyapmiz. 12 kilometr. Qolgan akalar mana sheriklari hammasi akalar bir xil 16 ta, hammasi tayyor akalar. Mana kimga kerak shunday xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Sizlarga ham akalar mana chiroyli qutilarga solib, yozdirib netib, Alloh nasib qilsa akalar sizlarga ham jo'natib beramiz. Akalar qutilariga ham rosa mos tushadi. Assalomu alaykum Shahrixon Pishalagandanining kuzatuvchilari. Akalar, mana bugun 20-sentyabr haftaning akalar shanba kuni. Akalar, Telegram kanalimiz a'zosi Namangan shahrida yashovchi akalar Azimjonni buyurtmasi tayyor bo'ldi. Akamiz bizga aloqaga chiqib, Bahodir aka yaxshi nabor kerak dedi. Chopqisidan tortib akalar shu boltasi hamma yo'g'i bo'lsin dedi akalar. Eng garantiyali akalar naborimizni tayyorlab berdi. Sabab akalar bu naborimiz sinalgan. Akalar 2-3 yildan beri o'zimiz bonni klientlarga beramiz. Akalar shu ocha suv o'tsa qaytmasdan akalar umuman xijolat qilmagan naborimiz. Bularda akalar lezvalar qora bo'lib aboymadan bo'lgan, temirlar akalar oxirigacha o'tib mana sobidan chiqqan. Ruchkalar akalar o'ristiklo. Alloh nasib qilsa akalar 100% garantiyali sabab akalar kesishi ham zo'r, suv o'tsa qaytmasligi ham zo'r. Akalar, mana bu 40 santimetrli terish go'sht bo'ladigan pichoq akalar, bu katta go'sht bo'lgani bo'g'izlashga, qo'y so'ygani akalar, kuxnada chopgani chopqisi va akalar terilashga relsdan bo'lgan akalar garantiyali boltamiz. Boltasiga ham akalar mana ko'ryapsizlar, Azimjon 1994 deb berganmiz. Pichoqlariga ham hammasiga akalar chopqisiga ham mana Azimjon 1994 deb hammasiga yozdirib qo'yganmiz. Hatto akalar musati ham bir xil rangi. Kimga akalar shunday xizmatlar kerak bo'lsa akalar aloqaga chiqaverasizlar. Tayyori bor, Alloh nasib qilsa akalar sizlarga ham shunday chiroyli qilib beramiz. Padarishni qilib hammaga sovg'aga bersanglar ham o'zlaringiz ishlatganingiz zo'r. Bitta odamda akalar qaritadigan pichoq. Akalar, mana hayvon ham akalar sezmay qoladi, bir bo'yin totganlar uchun uzib yuboradi. Tonnagacha bo'lgan akalar novoslab bo'g'izlab go'shtlarni bo'laverasizlar.